Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Cherry obunachilari, YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlarga Cherry Tiggo 8 Pro avtomobillarimizni 3 ta pozitsiyasi bor. Farqlari hamda o'zlarini tanishtirib o'tamiz. Bu avtomobilimiz Cherry Tiggo 8. Ko'rib turganingiz, birinchi pozitsiya luxury pozitsiyasi bo'ladi. Hamda premium, Pro Max pozitsiyalari bor. Siz qaysi pozitsiyasini xohlasangiz, o'sha pozitsiyasini sizlar uchun chiqazib beramiz. Bir kunda bitta pasportga. Hamda bu avtomobillarimizning ko'rinishi, bagatiligi, crossoverligi hamda oilaviy mashina hisoblanadi. Bu avtomobilimizni sizlar kelib, bemalol avtomobilimizni xarid qilib ko'rib, test drive qilib, mashinamizga kerakli jihozlar hamda funksiyalari bilan tanishib o'tsalaringiz bo'ladi. Shungacha bizlar sizga onlayn YouTube orqali bo'lsa ham ozgina bo'lsa ham ko'rsatib o'tamiz. Videomiz yoqsa like, podpiska, kommentariy ayamangizlar. Do'stlar, bu avtomobilimizda sizlar ko'rishlaringiz mumkin. Oldi abisovkasi yonuvchi hamda oldi abisovkasi yaltiroq toshchalardan iborat. Hamda faralari LED. Mashinamizda bu yerda parktronik datchiklari hamda siz yaqinlashgan vaqtingizda signalizatsiya odammi yoki mashinami bo'ladi. Keyin bu avtomobilimizning 360 kamerasi. Bu sizga mashinangizni polni hamma joyini, hamma holatini ko'rsatib turadi. Sizlar bu avtomobilimizni ko'rishlaringiz mumkin. 360 kamerasi yon qismida ham, ikki yon qismida hamda orqada polni ko'rsatib turadi. Mashinamizda birinchi, ikkinchi pozitsiyasida hammasi besключённый доступ sensorlik bo'ladi. Siz knopka kelgan vaqtingizda pult bilan yaqinlashgan vaqt avtomatik ochiladi. Keyin bu avtomobilimizni sizlarga ko'rsatib o'tsak, ichki salon qismini tanishtirib o'taylik. Ichki salon qismi polni ekoko'jadan ishlangan hamda monitorlari, joystick scores rejimlari, ularni hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Do'stlar, bu avtomobilimizni birinchi o'rinda bizlar nimasiga e'tibor beramiz? Sidinalariga e'tibor beramiz. Sidinalar ekoko'jadan ishlangan hamda yumshoq, juda qattiq emas. Ikkinchidan e'tibor beradigan narsamiz bizda o'zi birinchi o'rinda e'tibor beramiz o'rindiqlarimiz. Ikkinchisida rol qismi ham bizlar e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa. Nima uchun? Chunki rolning qulayligi bizni boshqaruvni yanada yengillashtiradi. Ikkinchi bunisi, uchinchisi, siz o'tirishingiz uchun kerakli bo'lgan pamit sidinasi mavjud. Pamit sidinasi siz chiqqan vaqtingizda qanday holatda o'tirsangiz, qanday holatga to'g'rilsangiz, o'sha holatda chiqqan vaqt, tushgan vaqt qulaylik yaratib beradi. Mashinamizda start stop hamda joystick scoreslik, bespроводной zaryadchik, stakanchik deysizmi, hamda navigator deysizmi, 360 kamerasini ko'rsatib o'tgandek, bu yerda monitorimizda tablosida ko'rsatib turadi. Hamda голосовой управленияsi bor. Siz boshqargan vaqtingizda, misol uchun ustiga bosdingiz. Здравствуйте. Чем я могу помочь? Mashinani zavayt qilgan vaqtingizdan keyin bu ish bajarib beradi. Lukini deysizmi, oynalari deysizmi, barchasini bajarib beradi sizga. Keyin bu mashinamiz rejimi birinchi pozitsiya, luxury pozitsiyasi 3 xil rejimda yuradi. Ikkinchi pozitsiyasi ham xuddi shunday. Zovите меня. Endi sizlarga barini ham ko'rsatib o'tsak, bar qismida xaladelliklari hamda sizga qulay qo'lingizda qo'yib ketish uchun bu ko'jalar sizni qo'ygan vaqtingizda qirilib, chizilib ketmaydi. Shuning uchun mustahkam ishlangan. Bu avtomobilimizning orqa qismi faralari sploshnoy bo'lgan, siz ko'rinib turadigan hamda bu avtomobilimizning orqa qismida mana bu yerda 360 kamerasi joylashgan. Ham bu avtomobilimizning parktronik datchiklari, signalizatsiyalari ham mavjud orqa qismida ham. Endi sizga qulayligi orqa tomonni ochib ko'rsataman. Bu avtomobilimiz 7 mestalik, 7 kishilik bo'ladi. Bu avtomobilimizni siz oilaviy, bemalol tog'larga chiqqan vaqtingizda hamda oilaviy yurgan vaqtingizda sizga kerakli. Endi sizlarga bu avtomobilimiz haqida batafsil ma'lumot bersak, 3 ta pozitsiyasi bor. Bu 3 ta pozitsiyasini narxlari haqida tanishtirib o'taman. Bu avtomobilimiz agar sizga narxlar qiziq bo'lsa, yanada
sizlarga bizlarni kommentariyalarimizga yoki bizlarga bog'lanish imkoniyatlaringiz bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, sizlarga bog'lanib, narx-navosi haqida tanishtirib o'tamiz grafiklar bo'yicha. Lekin mashinaning narxini aytib o'tamiz. Mashinalarimiz narxi 400 million, 417 million 900 ligi bor hamda 481 millionligi bor. Siz bu avtomobillarimizni, bu ko'rib turganingiz 400 millionlik, 417 million 900 ligi xuddi shuni o'zi 7 mestalik. Faqatgina katta glavniy farqlar unchalik farq qilmaydi. Bir ikkita narsasida farq qilmasa qilmaydi unchalik. Xedapida, masajida, atamankasida shularda farq qilishi mumkin. Pro Max'da 2 lik turbina motor bo'ladi. O'shanisida farq qiladi. 4 ta vidishi 6 xil rejimda yuradi. Ikkinchi pozitsiya bilan farqi. Ot kuchi ham ko'proq bo'ladi. Buni ot kuchi 180 ta bo'lsa, uning ot kuchi 247 ta ot kuchi bo'ladi. Do'stlar, sizlar bizning manzilimizga qiziqqan bo'lsangiz, bizning manzilimiz Qarshi Quruq tomondan kelishingizda, chap tomonda, Charxonpo'st tomondan kelishingizda o'ng tomonda joylashgan. Samarqand yangi Zapchas bozorida ichida. Endi sizlarga test drayvlarimiz ham qiziq bo'lsa, kelib bemalol avtomobillarimizni test drayv qilib ko'rsalaringiz bo'ladi. Do'stlar, sizlar faqat kelgan vaqtlaringizda Tiggo 8 avtomobilimizni emas, qolgan modellarimizni ham bemalol kelib test drayv qilib ko'rsalaringiz bo'ladi. Misol uchun Arizo 8 gibrid avtomobilimizni yoki Arizo 6 Pro yoki sizlarga Tiggo 7 Pro avtomobillarimiz ham test drayv qilib ko'ring. Yangilangan restyling variantlarini test drayv qilib ko'ringizlar deb tavsiya berib qolamiz. Sizlarni kutib qolamiz.